200 ming dollarlik Pro hisobni qanday oldim? Hozir sizga ekraningizda ko'rib turgan mana shu 200 ming dollarlik Pro hisobni qanday olganligimni mana shu video jarayonida to'liq gapirib beraman. Bu hisobni olishim bir martada bo'lib qolmagan. Bir necha marta harakat qilganman, yiqilganman, uringanman va yana qaytadan o'rganib, qaytadan hamma narsani tiklab, bir necha urinishda olganman. Mana oxirgi 3-4 yil ichida esa aynan mana shu prop trading tizimida stabil ishlab kelaman va stabil daromad ko'raman. Meni ismim Umar Yahyoyev, 8 yillik trading tajribasiga egaman va mana shu 8 yil davomida trading sohasini chuqur o'rgandim. Oxirgi 4 yil ichida esa prop kompaniyalar tizimlarini to'liq o'rganib, daromadlarimni yechib kelaman. Bundan tashqari esa trading sohasida 5000 dan ortiq insonlarni daromadga chiqishlariga va trading sohasini chuqur bilim olishlariga yordam berdim. Videoni oxirigacha ko'ring va siz ham mana shu 200 ming dollarlik prop hisoblar qanaqa olinishini, prop hisob olish uchun nimalar kerakligini, prop hisob o'zi nimaligini, uning ichidagi qoidalarini to'liq tushunasiz va o'rganasiz. Bu orqali esa siz ham o'zingizni 200 ming dollar, 50 ming yoki 100 ming dollarlik prop hisoblaringizga ega bo'lishingiz mumkin. Prop kompaniyalarda challenge degan tushuncha bor. Ya'ni prop kompaniya bu shunchaki xayriya tashkiloti emas, sizga shunchaki 200 ming dollarlik kapitalni qo'lingizga tutqizib yuboradi. Aynan mana shu 200 ming dollarlik kapitalga loyiq treyderligingizni, ya'ni stabil daromad qiladigan treyder ekanligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Bu jarayonlar esa 2 bosqichli imtihon asosida amalga oshiriladi. Ya'ni bu jarayonlar birinchi bosqich challenge deyiladi, ikkinchi bosqich esa evaluation jarayonlari deb ataladi. Bu jarayonlar birinchi bosqich challenge, ikkinchi bosqich esa verification jarayoni deb ataladi. Uchinchi bosqich esa haqiqiy funded trader. Endi bu bosqichlarni sizga ketma-ket to'liq tushuntirib beraman. Birinchi bosqich juda ham ko'p kompaniyalarda bu birinchi bosqich challenge account deyiladi. Ya'ni birinchi bosqichda sizga alohida bitta account berishadi. Aytaylik 100 ming dollarlik prop hisob oldingiz. Mana shu 100 ming dollarlik prop hisobni birinchi bosqichida, ya'ni challenge bosqichida siz qilib berishingiz kerak bo'lgan narsa faqat trade qilish. Qandaydir til kursidan imtihon topshirmaysiz yoki qandaydir murakkab narsalar emas. Faqatgina MetaTrader 5 da savdo qilasiz. Ya'ni 100 ming dollar ustiga 8 ming dollar yoki 10 ming dollar qo'shishingiz kerak. Umumiy foizda aytadigan bo'lsak, bu 8% yoki 10% daromad qilishingiz kerak bo'ladi birinchi bosqichda. Lekin faqat sizda daromad qilish uchun umumiy target emas, minus qilmasligingiz kerak bo'lgan joylari ham bor. Ya'ni 100 ming dollar 100% deb olsak, o'shani ustiga nisbatan 8% o'rtacha 10%, ya'ni 8% dan 10% gacha daromad qilib berishingiz kerak. Mana shu 100 ming dollarga nisbatan 10% minus qilmasdan, ya'ni 100 ming dollarni 90 ming dollarga tushirmasdan 110 ming dollarga olib chiqib berishingiz kerak. Kunlik riskingiz 5 ming dollar, ya'ni 5 ming dollar bir kunda katta minus qilib yormasligingiz kerak. Umumiy esa 10 ming dollar minus qilib yormasligingiz kerak. Umumiy hisobda esa 8% 8 ming dollar yoki 10 ming dollar minus qilishingiz kerak. Bu sizni tanlagan prop kompaniyasidan kelib chiqadi. Juda ham ko'pchilik prop kompaniyalarda aynan mana shu 8%, 10% ikki etap bo'ladi. Boshqachasini esa men sizga maslahat bermayman. Ikkinchi etap verification bosqichi. Agar siz mana shu birinchi etapda 10% minus qilmasdan, kuniga 5% minus qilib yormasdan 10% ustiga qo'shadigan bo'lsangiz, tabriklayman, siz birinchi etapdan o'tdingiz. Endi sizga ikkinchi etap uchun yangi shot berishadi, ya'ni verification bosqichi. Verification bosqichida endi biroz yengillashadi. Endi siz 10% emas, ya'ni 100 ming dollarga nisbatan 10 ming dollar, ya'ni 110 ming dollar qilishingiz emas, atiga 4 ming, 5 ming dollar qo'shishingiz kerak. Ya'ni 100 ming dollarni 104 ming yoki 5 ming dollar qilishingiz kerak. Yo'qotish chegarasi o'sha kuniga 5 ming dollar minus qilmasligingiz kerak. Umumiy holatda esa 10 ming dollar, ya'ni 90 ming dollarga tushirmasdan turib, nima qilishingiz kerak bo'ladi? O'shaning ustiga 5 ming dollar qo'shib berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu jarayonlar ko'pchilikda ikkinchi bosqichga o'tib olsam bo'ldi, hamma narsasi zo'r ketar ekan. Yo'q, aynan ikkinchi bosqichga o'tganda insonlar bo'ldi, men o'sha funded traderman, men o'sha bitta savdoda o'tib ketaman deb riskni ko'tarishadi, emotsiyaga berilishadi, tez 1-2 kun ichida o'tib ketishga harakat qilishadi va natijada juda ham ko'p statistikani, umumiy prop kompaniyalar statistikasini olishganda ikkinchi etap imtihonda yiqiladigan insonlar soni ko'p. Shuning uchun ham men sizga maslahat beraman. Birinchi etapda qanday ishlagan bo'lsangiz, ikkinchi etapda ham shunday ishlang. Ana endi umumiy yana bitta qoida bor, ya'ni minimum trading days. Sizda maksimal savdo kunlari cheklanmagan, lekin birinchi etap uchun minimum 5 kun savdo qilishingiz kerak. Ya'ni nima degani? Bu bir kunning ichida katta risk qilmasin, haqiqiy treyderligini ko'rsatsin deb turib, kamida 5 kunlik nima qo'ygan, tartib qo'ygan, ya'ni 5 kun savdo qilishingiz kerak. Xo'p, agar 1 kun yoki 2 kunda o'tib qo'ysam nima bo'ladi? Yaxshi, hech narsa bo'lmaydi. Aytaylik 100 ming dollarga nisbatan 2 kunda yoki 3 kunda 10 ming dollar qo'shib qo'ydingiz, imtihondan o'tdingiz. 4-kuni shunchaki 0.01 kichik lotda buy yoki sell ochasiz, yo'q qolasiz. Bo'ldi, o'sha savdo kuniga kirib ketadi. Ya'ni order ochib yopilsa bo'ldi. Eng minimum lotda ochib yoqasiz. Endi maksimal chegarachi yo'q, maksimal chegara yo'q. Oldinlari bo'lardi 1 oyda yoki 2 oyda o'tishi kerak. Hozir unaqa emas. Ikkinchi etapda ham xuddi shunaqa, minimum 5 kun. Ya'ni siz eng tez o'tganingiz 10 kunda imtihondan o'tishingiz mumkin. Lekin men sizga 10 kunda ускорение o'tish emas, xotirjam
2 hafta, 3 hafta, 1 oy, 1,5 oyda o'tsangiz, bu normal holat hisoblanadi. Chunki siz 100 ming dollarlik, 200 ming yoki 50 ming dollarlik imtihonni topshiryapsiz. Mana shu 100 ming dollarga nisbatan haqiqiy o'sha birinchi challenge akkauntdan o'tdingiz, ikkinchi verificationdan ham o'tdingiz, sizda o'sha ikkita akkauntingiz to'xtatiladi-da, yangi sizga akkaunt beriladi va sizga Funded Trader degan sertifikat beriladi. Ko'p kompaniyalarda ba'zilari pul yechganingizda beradi, ba'zilari esa imtihonlardan o'tganingizdan keyin berishadi va sizga Funded account beriladi. Ana endi Funded accountga o'tgan paytingizda qoidalar biroz chuqurlashadi. Ya'ni bu yerda siz qilishingiz kerak bo'lgan narsalar bor, qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Funded accountga o'tganda juda ham ko'p prop kompaniya, yaxshi prop kompaniyalar sizga Funded accountga o'tib, birinchi marta pul yechayotgan paytingizda ana imtihonga to'lagan pulingizni ham qaytarib berishadi. O'sha pulni birinchi qaytarib nolga chiqib olish uchun 100 ming dollar bo'ladimi, 200 ming dollar bo'ladimi, 3 ming, 4 ming, 5 ming yoki misol uchun 100 ming dollarda 1000, 2000 da to'xtating. 200 ming dollar bo'lsa 4 ming, 5 ming dollarda to'xtatingda, 80% daromadni yechingda, uni ustiga qo'shib turib, ana imtihonga to'lagan pulingizni ham yechib oling. O'shanda qo'lingizda kamida 2000 dollardan maksimum 4000, 5000 dollargacha pul bo'ladi. Va undan keyin ishlasangiz bo'ladi. Ana 5000 dollarga 5 ta 200 ming dollar akkaunt olsa bo'ladi. Uni saqlab olmasdan bir chekkaga qo'yib qo'yingda. Undan keyin nima qilasiz? Ana shu 200 ming dollarga o'tirib, xotirjam yana boshqarishni boshlaysiz. Har safar, har 2 haftada yechishga beradi. Birinchi marta yechayotganingizda 3 haftada yechasiz, keyingilarida esa 2 haftada o'rtacha hisobda shunaqa 2 haftada yechishni boshlaysiz. 2 haftada ko'p emas, mana 100 ming dollarlik shotmi, 100 ming dollarga nisbatan 2%, 3% daromad qiling. O'sha 2000, 3000 dollar yoki 2 haftada 5% gina daromad qilsangiz ham 5000 dollar. O'shani nima qilish mumkin? 80% sizga bo'lsa 4000 dollar degani. Demak, sizda agar oyiga 2000-3000 dollar topmoqchi bo'lsangiz, shart emas 5000-10 ming daromad qilishingiz. Har haftada, har 2 haftada 2-3 ming daromad qiling, o'sha 80% ni yechib boring. Bu umumiy qoidalar edi. Endi men sizga mana shu 200 ming dollarlik imtihondan o'tishim uchun menga nimalar yordam berganligini konkretniy sizga ketmaga tushuntirib beraman. Bunda menga 3 ta narsa yordam bergan. Birinchi narsa bu prop kompaniyani qoidalarini tushunishim. O'sha 10%, o'sha 5%, ana shu yangilik payti savdo qilish kerak emas degan qoidalarni tushunishim bu mening yutug'im hisoblanadi. Ikkinchisi esa fundamental yangiliklar, bozorda bo'layotgan urush holatlari, dunyodagi urush holatlar, CPI, FOMS, NFP, PPI, turli xil GPT yangiliklar bor. Mana shu yangiliklarni tushuna olishim va ularni to'g'ri tahlil qilishim, ya'ni fundamental yangiliklar bilan to'g'ri ishlashim mening yutug'im hisoblanadi. Uchinchisi esa albatta texnik tahlil, ya'ni meni shaxsiy Wall Street strategiyam, bozorni haqiqiy mazmuniga asoslangan, ana shu fundamental yangilikka, ana shu qoidalarga, prop kompaniya qoidalariga tushadigan juda ham zo'r strategiyam ishlab chiqqanman va mana shu strategiya asosida fundamentalli, texnik tahlilli, savdoga kirish tochkalarini, bozorni, o'zini momentumlarini, bozorni o'zini savdo zonalarini topib, o'sha bo'yicha ishlashim bu prop kompaniya qoidalariga moslashtirganim bu meni yutug'im hisoblanadi. Men o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman, siz ko'rayotgan grafiklar, ya'ni yapon shamlari degan narsalarni yaratadigan narsa orqasidagi bu fundamental yangiliklar. Qachonki trader fundamental yangilikni biladi, qachonki trader prop kompaniyani imtihonlaridan o'tishda mustaqil o'tadi, qachonki o'sha jarayonlari hammasini texnik tahlillari mustaqil qiladi, ana shunda pul yechadi. Ko'pchilik o'ylaydi, kimdir menga imtihondan o'tib bersa, tayyor knopkani bosaman, bo'ldi. Do'stim, o'sha knopkani bosish ham o'zini vaqti bor. Funded accountga o'tganingizdan keyin mana bu yangilik vaqti, aytaylik NFP bo'lsa, mana shu NFP dan 5 minut oldin va 5 minut keyin savdoni ochmasligingiz va yopmasligingiz kerak. Bu savdo ochish yopish, bu sizning stop lossingiz va take profitingizga nisbatan ham ishlaydi. Bu narsani o'zini tartibi, o'zini qoidasi bor. Va boya aytganimdek, mustaqil olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mustaqil olish degani nimasi? O'zingiz verifikatsiyadan o'tishingiz, o'zingiz challenge imtihonini olishingiz, o'zingiz shotlaringizni ulay olishingiz, MetaTraderni to'g'ri ishlata olishingiz, orderlarni to'g'ri ochishingiz, fundamental yangiliklar, ya'ni investing.com yoki Forex Factory'dagi yangiliklarni zo'r o'qiy olishingiz, CNN yangiliklarni tushunishingiz kerak bo'ladi. Va men bu narsalarni hammasini marafon jarayonida ham to'liq tushuntirib, to'liq ko'rsatib borganman. Bundan tashqari esa buni chuqurlashtirilgan variantlarini men o'zimni 15 kishilik offline kursimda ham to'liq tushuntirib beraman. Offline kursda ham to'liq jarayonlar qanaqa davom etadi? Kamida 2 oy, 2,5 oy protsess bo'ladi. Birinchi etapda 5000 dollarlik real account, ya'ni 5000 dollarlik prop accountda ishlanadi, imtihondan o'tiladi. Undan keyin esa 50 ming, 100 ming yoki 200 ming dollarlik imtihonga o'tiradi. Hozir siz videoni shu joyigacha ko'rdingizmi? Demak, siz ana shu atiga 15 dona insonlardan biri bo'lish imkoniyatingiz bor. Bir yilda bir marta 15 ta insonni olaman, Funded Trader, ya'ni challenge-dan imtihonlardan o'tkazib, prop traderga aylantiraman. Bir yil davomida ular bilan ishlayman. Bo'ldi. Keyingi potog esa keyingi
yil ochiladi. Va mana shu bu yil 2026-yilda o'zida sizda imkoniyat bor. Mana shu 15 ta treyderdan biri bo'lish va $200,000 akkauntlar egasidan biri bo'lish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring va siz ham 15 ta insonlardan biri bo'lish uchun nima qilishingiz kerakligini ketma-ketligini aytaman. To'g'risini aytaman, trading sohasida men 8 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganimga, mana shundan 3-4 yili to'liq rivojlanishga ketgan. Chunki nimaga? Menga o'rgatadigan inson bo'lmagan. O'sha 19-20-yillarda ham, 17-18-yillarda ham prop kompaniyalari bo'lgan, FTMO'lar bo'lgan, turli xil prop kompaniyalar bo'lgan, lekin bu prop kompaniya nimaligini tushuntirib beradigan inson bo'lmagan menda. Men hammasini o'zim topib, o'zim saytlariga kirib, o'rganib, qoidalarini o'rganib, shotlar olib, minus qilib, xato qilib o'rganganman. Lekin sizda hozir imkoniyat bor. Sizda tayyor. Birinchi etap imtihonlari nima, ikkinchi etap imtihonlari nima, o'sha $100,000 shotlar qanaqa olinadi, qaysi prop kompaniya sizga pul yechib beradi, qanaqa $200,000 imtihondan o'tish yo'llari, qanaqa $200,000 dan oyiga $8,000, $10,000 yechish mumkin degan savollarga to'g'ridan-to'g'ri men o'zim shaxsan javob beraman. Va bu jarayonlarning barchasi ana shu attiga 15 ta insonni o'z ichiga oladigan guruhda offline formatda ko'rsatiladi, tushuntiriladi va mana shu 15 talik guruh ichida 2-2,5 oy ichida to'liq o'rganib, to'liq bajarib, to'liq real bozorlarda ishlab prop challenge'lardan o'tasiz. 7 kun davomida siz marafonni ko'rdingiz. Marafonda men qanaqa o'rgatishim, qanaqa tushuntirishim, fundamental yangiliklar, umuman olganda mana shu prop trader bo'lishingiz uchun 100, 200, 300, 400 ming dollarlik shot olishingiz uchun nimalar kerakligini bildingiz. Endi bu narsalarni bilish bilan bir qatorda siz rostdan ham challenge olishingiz uchun, rostdan ham mana shu prop kompaniyadan pul yechishingiz uchun nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ularni amalda bajarishingiz kerak. Shunchaki nazariy bilimlar bilan, shunchaki imtihondan o'tib qolmaydi, shunchaki 5 ming, 10 ming dollar yechilmaydi. Va men sizga bitta narsani to'g'ri tushuntirib aytaman. Do'stim, trading sohasi bir marta kirib, bir martada bitta katta pul topib chiqib ketadigan soha emas. Bunaqa insonlar trading sohasida keladi, ketadi. Ana trading sohasiga kirib, o'xshaman deb ketayotgan insonlar shunaqa. Kelaman, birdaniga o'xshab qolsa boyib ketaman. Yo'q, trading sohasi bu biznes. Trading sohasi bu kasb. Qachonki shu sohaga kirib o'rganasiz, o'sha fundamental yangilik, texnik yangilik, Wall Street strategiyasi, prop kompaniyalar qaysi birlari yaxshi, imtihonlari ichida qanaqa o'tish kerak, hamma narsani qo'lda bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ana shu narsani bajarganingizdan keyingina tushunib yetasiz. Bu narsalarni bajarish jarayonida esa men sizga to'g'ridan-to'g'ri hamma narsasini kuratorlik qilib, hamma narsani ko'rsatib, siz qilayotgan xatolaringizni yoki yutuqlaringizni hamma narsasini men oldindan aytib turaman. Va sizni individual xarakteringizdan kelib chiqib, psixologiyada kamchilik bo'lyaptimi, risk menejmentda kamchilik bo'lyaptimi, fundamental tushunmayapsizmi yoki texnik tushunmayapsizmi, hammasini men sizga yechim qilib tushuntirib beraman. Bundan tashqari 15 talik offline kursimizni ichida men hamma prop kompaniyalari qoidalarini o't-ido tushuntiraman. Qachonki mustaqil tarzda bajaradigan bo'lasiz, undan keyin уже prop kompaniya imtihonidan mustaqil o'tishni boshlaysiz. Kimdir siz qo'lingizdan ushlab yoki kimdir o'tib berish emas, siz o'zingiz mustaqil o'tasiz. Ya'ni ana shu 2-2,5 oylik kursdan keyin siz xohlagan prop kompaniyadan xohlagan shotlarni mustaqil olish, mustaqil ulash, mustaqil trade qilish va mustaqil pul yechish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni men o'zim qanday qilsam, qanday bajarsam, qanday yo'llardan o'tgan bo'lsam, xatoligicha ko'rsataman. Bu narsani qilmang. O'zimni yutuq bergan narsalarimni esa ochiqdan ochiq hamma narsasini detalli sizga yoyib ko'rsatib beraman. Faqatgina 15 ta inson. Agar siz ham 50 ming dollarlik, 100 ming va 200 ming dollarlik prop akkauntlarni olib, oyiga 2 ming, 3 ming dollardan 8 ming, 10 ming dollargacha daromad ko'rib yurmoqchi bo'lsangiz va bu jarayonlarni stabil davom ettirishni xohlasangiz, hozir mana shu videoni tagida men havola qoldirganman, ya'ni kurs deb yozilgan havola. Mana shu havolani ustiga bosib, ma'lumotlaringizni, ismingiz va telefon raqamingizni to'ldiring va mana shu orqali siz kurs qachon bo'ladi, qayerda bo'ladi, qancha vaqt bo'ladi, ichida nimalarni o'rganasiz, to'liq materiallarga ega bo'lasiz. Unutmang, kursda faqatgina 15 ta inson qabul qilinadi. Mana shu 15 ta insondan biri bo'lish uchun birinchilardan bo'lib harakat qilishingiz kerak.